Stressda bo'lganingizda eng ko'p ta'sirlanadigan organingiz bu o't tufayli. O't tufayli boshqa organlarga qaraganda asabiy organ hisoblanadi va stress paytida juda ham tez ta'sirlanadi. Agar o't tufaygingizda tosh paydo bo'lishini xohlamasangiz, stressga berilmang. Agar o't tufaygingizda dimlanish bo'lsa, sizda kelajakda o't tufayli tosh paydo bo'lishi mumkin. Buni oldini olish uchun esa quyidagi maslahatlarimga amal qiling. Birinchi navbatda ratsion. Ratsionda sodda uglevodlar va trans yog'larni chiqarish kerak. Eng foydalisi bu ratsionda yog'larni ko'paytirish, ya'ni ko'pchilik ozaman, jigarimga, o't tufagimga foyda deb yog'larni kamaytirib tashlashadi. Lekin afsuski, o't tufagi yog'ni juda ham yaxshi ko'radi, achchiq mahsulotlarni yaxshi ko'radi. Shuning uchun ratsioningizda achchiq mahsulotlar va yog' bo'lishi kerak. Kletchatka, ya'ni yashil mahsulotlarni har kunlik ovqatlanish tartibiga qo'shishingiz kerak. Bundan tashqari, suv juda ham muhim. Ya'ni bir kunda 1 stakan suv ichadigan insonlarda o't suyuqligi yaxshi ajralmaydi. Shuning uchun ham bir kunda kamida 2 litrgacha toza suv iste'mol qilishni odat qiling. Jismoniy harakat, ya'ni jismoniy faollik har bir insonda bo'lishi kerak. Bu har bitta organimizni yaxshi ish faoliyatini ta'minlaydi. Ovqatlanish mahallari esa juda ham muhim. Betartib ovqatlanish, kuniga 3-4 kun ketma-ket och yurish yoki interval ochlikni bilar-bilmas holatda qo'llash yoki bo'lmasam 5 mahaldan 6 mahalgacha tez-tez kam-kamdan ovqatlanish ham o't tufayli muammolarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun ham ovqatlanishni 3 mahal yoki 4 mahalgacha qilishingiz mumkin. Eng ma'qul esa bu albatta 3 mahalli ratsion. Agar bu maslahatlarimga amal qilsangiz, sizda o't tufaygingizda muammolar kelib chiqmaydi.